qaynoq hissiyat meni yashash uchun arqamdan ittiradi. Muhabbatga bo'lgan intilish, ilmga bo'lgan qiziqish, turmushga bo'lgan jiddiylashish. Mening hayotimning ko'p qismi mushu 3 narsa bilan tarkiblangan. Muhabbatning hayotimdagi miqdori yer sharining 70%ni egallab olgan suvga o'xshaydi. Ailemizga aloqador qarindoshlarimga, jon-jigar do'st og'aynilarimga vaqt chiqaraman. Bizni ma'lum bir muqaddas tuyg'ular bog'lab turadi. Ba'zida dunyoda ulardan boshqa odamlar men uchun ortiqchadek tuyuladi. Men ulardan erishalaydigan bir necha soat xushalliqni deb boshqa barcha narsadan voz kechishga rozi bo'laman. Chunki muhabbat tanholik azg'iliga cho'kib ketayotgan meni tartib chiqara oladi. Mening she'rlardagi buyuk muhabbatni his qilib boqqim bor. Gerçi muhabbat hayotimga mos kelmaydigan ravishda go'zal bo'lsa-mu, men onunga erishdim. Men o'xshash qizg'inlik bilan ilm izlayman. Mening insonlarning qalbiyat dunyosiga sirlarni ochqim bor. Mening yulduzlarning nimishqa nur tarqatadiganini bilgim bor. Mening olimlarning yozganlarini tushungim bor. U yana mening arzu armonlarimni amalga oshirib beradi. Men davomli ilm-fan yo'lida midirlayapman. Men doim muhabbat va ilmiyat bilan yuksaklikka ko'tarilayotganda turmushimni go'zal tushumdan uyg'otdi. Dunyoning unchalik go'zal emasligini his qildirdi. Men faqat atamdan xotirjam bo'lgandala uyqum keladi. Doktorxonadagi azobli ingrashlar, qabristondagi tuproqqa aylangan jasadlar, ochliqda yig'izar bolalar, igicha qisiz buvay momaylar, hamda yolg'izlik, namratlik, baxtsizlikka to'lib ketgan butun dunyo. Men bu bechora insonlarga ich og'ritaman. Amaliyotda bular insonlarga qilingan adil haqorat. Mening bu baxtsizlikni as qoldiradigan umidim bor. Biroq men ojiz. Men o'zimni qutuldira olmayman. Mana bu mening davom qilayotgan hayotim. Men bu 3 xil dunyo bilan to'liq muloqotda bo'lib, cho'qim ular bilan tang qismatga duchor bo'lishim kerak. Meningcha, bizning tamoman bu dunyodan og'rinish huquqimiz bor. Biroq biz yanada uni muhabbat bilan quchoqlay olamiz. Mana bu bir insonning oliyjanobligi.